Bismillahirrohmanirrohim. Bir kishi hikoya qilib beradi. Do'stimning ayoli homilasi 7 oylik bo'lganida ko'zi yoridi. Bir necha kun o'tar o'tmas bolasi ham vafot etdi. Uni ko'mish uchun otasiga berdilar. Birga mashinaga o'tirib qabristonga yo'l oldik. Do'stim vafot etgan o'g'lini qo'yniga olib, unga mahzun qarab o'tirar edi. Bu holat menga juda ham ta'sirli bo'ldi, lekin o'zimni bosdim. Yo'l burilib, quyosh nuri ro'paramizdan tusha boshladi. Shunda ota kutilmagan bir ish qildi. Boshidan bosh kiyimini yechib, o'g'liga quyoshning issig'i tushmasligi uchun uning ustiga tutdi. Ya Alloh! Ota o'g'il vafot etganini unutib, uni quyoshning himoya qilmoqchi bo'lyapti-ya. Otaning mittigina o'g'liga bo'lgan rahmatidan o'zimni tiya olmay, ikki ko'zimdan yosh quyilib, yig'lab yubordim. Ana shundagina Robbim, ular meni kichiklikda tarbiya qilganlaridek ularga rahm qilgin deb ayt. Oyatining ma'nosini tushunib yetdim. Ey Robbim, otam va onam o'tkazgan har bir daqiqada ularga rohat eshiklarini och. Ularga Uhud tog'idek ulkan tuganmas ne'matlaringdan ato qil. Jannatni abadiy qarorgohlari qilib ber. Bir ota-ona 10 ta farzandiga e'tibor berib, ularni bekami ko'z qilib o'stirishi mumkin, lekin ba'zida 10 ta farzand birgina ota-onalarga mana shunday e'tiborni bera olmay qolar ekan. Allohim, bizni mudom ota-onamizga yaxshilik qiladigan bandalaringdan qil. Ularning haqlarida kamchilikka yo'l qo'ygan bo'lsak, biz bandalaringni kechir.